Assalomu alaykum Spark akalar. Spark avtomobili orqa optikasini yechamiz va orqaga harakatlanganda yonadigan mana bu lampochkasini zavodskoydan mana bunaqa oq yonadigan lampochkaga o'zgartiramiz. O'zimizdan zapchast bozoridan 14 mingga oldim. Sizlarda narxlari qanaqa? Kommentariyaga yozib ketinglar va biz buni almashtirish jarayonlarini boshladik. Mana bu yerda ikkita qotirilgan joyi bo'ladi. Mana shuni bo'shatib olamiz. Birdaniga shunday tortmaylar, tortganinglarda chiqmaydi. Buni demak, ozroq tortib chiqarib ko'tarib olamiz. Buni orqasida ham mana ko'rinadi sizlarga, mana bunaqa qotirgich joyi bo'ladi, orqasida e'tibor beringlar. Ana shu qotirgich joyini men tortib shoshib sindirib olganman. Shuni avaylab chiqarishinglar kerak. Agar sinsa ham bu unchalik strashniy emas. Nu sinmasa yaxshi akalar, faralasi juda ham mustahkam turadi. Demak, osamiz va bitta burab qo'yamiz. Avvalgi holati bilan taqqoslab ko'ringlar, ancha yorug'. Ko'chalarda hech kimga xalaqit bermaydi. Endi farimizni bu ikkita joydan qotiramiz. Ishimiz shu bilan tugadi. Akalar, bu ishni bemalol uyingizda bajarsanglar bo'ladi. Faqat farini yechishda, bu aytganimizdek, tortib olishda jichcha hushyor bo'lasizlar. Orqasidagi o'sha ilmoqchasi chiqishi kerak. Birdaniga tortsanglar sindirib olishinglar mumkin. Buni singani bilan mana buni qotirib qo'ysangiz, fara hech joyga qimirlamaydi. Mana shu Spark avtomobiliga doir foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik va uyda o'zingizlar bemalol qilishinglar bo'lgan mana shunaqa oddiy ishlarni bilib olish uchun bizning sahifaga obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Biz sizlar uchun oddiy lekin foydali ma'lumotlarni berib o'tishda davom etamiz. Kimdir uchun bu o'sha ma'lum bo'lishi mumkin, lekin kimdir uchun foydali bo'ladi degan umidda biz videoga bitta like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.